Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, yaqinlar, kanalimiz a'zolari. Mana bugun yana bir laboga imkoniyat bo'ldik. Laboni egalari Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Kavan qishlog'idan ketdi. Atrofiga polni shumka qilib bo'radik. Yo'llariga zakolovkalar bilan konteyner polpenoplekslar bilan qoplab berganmiz. Ko'rishingiz o'ta baquvvat holatda va tayyorlarga sandiqchalar qo'yib berdik. Degan holatda, chiroyli holatda chiqdi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, behajolatda o'zingizga telefon qilaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bordon qishlog'i, svetofor yaqinida bo'ladi. 1 soat 1,5 soatgacha chiroyli o'rnashtirib beramiz. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bordon qishlog'i, svetofor yaqinida bo'ladi. 1 soat 1,5 soatda o'zag'i o'rnatib beramiz. Bizda alohida rezinka, sondiq, bagaj, duga, orqasiga setka, poliga rezinka, choksiz tunkalar ham bor. Bemalol ularga ham telefon qilishingiz mumkin. Ishlarimiz xato kamchiliklar bo'lsa behijolat kommentariyga yozib qo'yasizlar. Do'stlarga, yaqinlarga, laboga, aka-uka, tanish bilishlarga ushbu videoni jo'natib qo'ysalaring yaxshi bo'ladi. Obuna tugmasini bosinglar, like bosinglar, kuzatishga davom etinglar. Sog' bo'linglar, salom.